Real Madrid Sergio Ramosdan qasos olganligini bilarmidingiz? Sergio Ramos Madriddagi faoliyatini qanot himoyachisi sifatida boshlagan va jamoadoshi Pepening jarohatidan so'ng markaziy himoyachi sifatida o'ynay boshladi. U bilan jamoa ko'p yutuqlarga erishdi, jumladan 4 ta Chempionlar Ligasi g'olibligi. Lekin Ramos 35 yoshga to'lganida jamoa tarkibini yoshartirish ishlarini olib borardi. Lekin shunda ham Real Madriddek klub uni qo'yib yuborishni istamas edi va maoshi 10 barobar qisqartirilgan shaklda 2 yillik shartnoma taklif etilganida futbolchi buni rad etib Parij tomonga yo'l oldi. U yerdagi faoliyati bardavom bo'lmadi va futbolchi yana majburlikdan Sevilyaga qaytdi. U yerdagi shartnomasi ham yakunlangandan so'ng esa futbolchi o'z xizmatlarini Real Madridga taklif etdi. Qancha maosh olishidan qat'iy nazar, lekin endi kech edi. Florentino Perez bunday narsalarni unutmaydi va futbolchiga yo'q degan javobni berdi. Xulosa o'rinda shuki, hech qachon pul, mol va dunyoni birinchi o'ringa qo'yib, qadriyatlaringizdan voz kechmang.